Demek bu degani 24 saat uyingizda elektrga bo'ladi. Davlat toki o'chami, transformator portlab ketami, ya bo'lmasa stolbalar yiqilib ketami, farqi yo'q. Uyingiz hamisha elektrga bilan ta'minlangan bo'ladi. Agar shaharning hamma yerida svit o'chib qoladigan bo'lsa, do'koningizdagi uyingizda svit o'chmasligini istasangiz, bu video aynan siz uchun bo'ladi. Bu gibrid stansiyamiz 10 yil kafolatini ega bo'lgan akkumulyatorimiz 5 kilovatlik, hamda 11 kilovatlik deltron inverterimiz bo'ladi. Bular doğrudan-doğru quyosh panellari ulangan, hamda davlat tokiga ulangan bo'ladi, chambarchasi ishlayveradi. Bularning vazifasi, bu inverter bilan akkumulyatorning vazifasi uyingizda svit o'chib qoladigan bo'lsa, 24 soat bemalol sizni elektrga bilan ta'minlab beradi. Bir de akıllı inverter, davlat toki primo ulangan bo'ladi. Qachonki svit o'chganda siz uyingizda sezmay ham qolasiz. Yuqorida 16 dona quyosh paneli ulangan bo'ladi. Demak, gap isboti bo'lgandan biz sizlar hozir davlat tokini o'chirib, uydagi svitni ko'rsataman. Yine demak biz 3 fazli polnusi davlat tokini o'chiramiz. Yine signalni berdi. Yine bizda xudoga shukr elektrga yonib turibdi bemalol. Demek devlet tokimiz bize de 3'te. Yine bir de inverterin üzerinde akıllı inverter gösterdi. Yine stalbadan gelen svitimiz 0'a denk bulup tuttu. Yine bize az uyunu rastladı 0,3 kW tok ucu uya ber tuttu. Strike bile. Yine akümülatörden ber tuttu. 100% dolu tuttu akümülatör. Akümülatörden bir de yine ekrana bayına. Yine 99%. Yani 1% hem toku gitmedi. Uyunu polunu elektriğe bilen teminat tuttu az şu akümülatörümüz. Şunday xizmatlar kime gerek bo'lsa bizlarga murojaat etaverasizlar. Pastda raqamlarni qoldiramiz. Qiziqib turgan odamlar ish uyidan albatta tarqatib qo'yinglar.